Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz 70 ga bo'lganligimiz uchun 7 davlat salatini tayyorlabdi. Bunga o'zingizlar bir baho berasizlar. Do'stim, buni bir tanishtiring salatlar bilan. Salatlarimizdan xohlisi 7 xil davlat salatlar bo'lyapti. Birinchisi bu Rossiyaning salatlaridan bo'ladi. Moskovskiy degan salatimiz. Moskovskiy. Ikkinchisi ya'ni amerikanskiy salat bo'ladi bu. Xohlisi Amerikaning o'sha eng yaxshi salatlaridan bo'ladi bu ham. Hop, uchinchisi Gretsiyaning salati. Hamma biladi bu salatni. Xudo xohlisi yeb ko'rishgan, mazasini bilishadi. Xudo xohlisi yaxshi salat bu ham. Hop, bunisi o'zimiz o'zbekona Boqoto'joqdan salatimiz. Ferminiy salatimiz bo'ladi. Men hammalar bilishadi, yeb ko'rishgan. Keyingisi fransuzskiy salat bo'ladi. Bu ham juda ajoyib salat bo'ladi bu ham. Keyingisi esa yaponskiy salatimiz bo'ladi. Buni ko'pchilik biladi, yapon salati. Bu ham ajoyib achchiq salatimiz bo'ladi. Oxirgisi italyanskiy